Agar bu sohani tanlamaganimda kim bo'lgan bo'lardim? Agar men buxgalter bo'lmaganimda sotuv bo'yicha menejer bo'lgan bo'lardim. Outsource korxona tashkil qilib, sotuvni oshirishga tadbirkorlarga yordam bergan bo'lardim. Chunki ko'pchilik aytadi, bu sohada meni qobiliyatim borligini. Tadbirkorlarning eng yaqin yordamchisiga aylangan bo'lardim. Sababi hozirgi kunda ham korxonalarni, ya'ni o'zimizni xizmat ko'rsatayotgan korxonalarga nafaqat buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatamiz, balki ularning sotuvi oshishida, yangi brendlar yaratishida o'zimni amaliy bilimlarimni, ya'ni avvaldan olgan bilimlarimni bo'lishib boraman va bularda tadbirkorlik rivojlanishida katta yordam beraman deb o'ylayman. Oldinlari ayol kishi faqat uyda o'tirish kerak, farzand tarbiyasi, uy ishlari bilan band bo'lish kerak deb o'ylardim. Muvaffaqiyat ayol kishiga emas deb o'ylardim. Bu sohaga kirib kelganimdan keyin birinchi bo'lib dunyoqarashim, fikrlashim o'zgardi. Oldinlari o'zimni oxirgi o'ringa qo'yib qo'ygan ekanman. Hozir o'zining shaxsiy fikriga ega tadbirkor ayolman. Atrofdagilarga o'rnak bo'la oladigan darajaga yetdim. To'g'ri, bu juda ko'p mehnat va mashaqqatni talab qildi. Shuncha yillar ichida o'qigan, o'rgangan bilimlarim bilan shu darajaga yetib keldim.